Hurmatli yurtdoshlar, Tornado oilaviy restoranni 1 yoshlik munosabati bilan shou konsert dasturi uyushtirganmiz. Bu shou konsert dasturini uyushtirish ham o'ziga yarasha mashaqqatlari bor, o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Shundaymi? Albatta shunday. Shu Tornado Food restoranini siz azizlarga xizmat qilishida o'z hissasini qo'shgan, tamal toshini qo'ygan, pop xalqi uchun shunday ajoyib bir maskan yaratib qo'ygan rahbarlarimiz Erkinjon Jo'rayev, Sardorbek Erkinovich hamda Akrambek Yusupovlarga so'z navbatini beramiz endi. Chiroyli qarshi eshitib berasiz, hurmatli aziz yurtdoshlar. Tornado Food oilaviy restoranining ma'muriyati, rahbariyati 1 yil davomida xalqimizga eng namunali xizmat qilayotgan restoran. O'zlari bilishadi qanchalik mashaqqat, qanchalik mehnat talab qilinadi. Davramizga chorlaymiz, hurmatli rahbariyat. Bu insonlarimizga ham muborak bo'lsin. Ilohim 10 yillik yubileylarini, 20 yillik yubileylarini nishonlash nasib qilsin. Ilohim. Siz azizlarning xizmatingizni qilib charchamaylik. Albatta yana bir narsani e'lon qilgan bo'lardim, hurmatli yurtdoshlar. Birozdan so'ng Tornado Food oilaviy restoran tomonidan tayyorlangan ajoyib sovg'alarimiz bor. Shuni yurtdoshlarimizga taqdim etamiz. Faqatgina pozitiv kayfiyat tark etmaydi sizni. A'lo kayfiyatda bizni qo'llab-quvvatlab tursangiz bas. Erkinjon Jo'rayev, Sardorbek Erkinovich. Juda chiroyli qarshi chalib berasiz yana bir bor. Muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Sizlar kelganlaringizdan nihoyatda xursandman. Ochig'ini aytsam, o'tgan yili bir kichkina niyat qilib shu Tornado restoranni ochgandik. Mana sizlarni pop xalqini qo'llab-quvvatlash bilan bir Tornado jamoamiz bir katta oilaga aylandi. Sizlarga hammalaringizga rahmat. Shunday qilib doim qo'llab-quvvatlab turishlaringizga muntazirmiz. Doim kelib turinglar, kelinglar, doim xursandmiz. Rahmat hammalaringizga. Assalomu alaykum hammaga. O'tgan yili biz uchun, mana oilamiz uchun, dadam uchun, hammamiz uchun bu biz uchun mana yangi yo'nalish edi. Alhamdulillah, mana 1 yil o'tdi, tez o'tdi degan ko'pga tezga o'xshash mumkin, lekin dadam bilan bu yangi yo'nalishda bizga nima deydi, sizlarning yordaminglar va ishonchinglar alhamdulillah yordam berib, mana kichkinaroq joydan boshlagandik, kattaroq qildik. Keyingi yilga yanada kattaroq qilib Namanganda va boshqa viloyatlarda inshaalloh ochishga harakat qilamiz va sizlarga bundan ham ko'proq yangiliklar va yanada halol bo'lgan ovqatlarimizni taqdim etishga harakat qilamiz. Avvalambor sizlar borsizlar, inshaalloh biz ham yanada ko'proq mana shunaqa borimiz, yanada ko'proq rivojlanamiz. Shuning uchun hammalarga ming rahmat aytmoqchimiz. Yanada mana shunaqa keyingi yillar 10 yildan keyin, 20 yildan keyin, 30 yildan keyin shu Pop tumanida birinchi bu brendimiz boshlangan va butun respublika va dunyoga tarqalgan degan nomdan chiqsin. Shuning uchun hammalarga ming rahmat aytib qolaman. Rahmat katta. Katta rahmat sizlarga ham. Tashakkur. Azizlar, ana endi va'da qilganimizdek Tornado Food oilaviy restoranini ajoyib sovg'alarini topshirish fursati tobora yaqinlashmoqda. Kayfiyatinglar yaxshimi? Sovg'alarni topshirsak bo'ladimi? Xo'p, bo'ladi. Keling Abrorjon, shunchaki topshirmaylik. Xo'p. Qandaydir bir shart aytaylik. Qanday shart? Keling, mundoq qilamiz bo'lmasa. Eng uzoq hududdan tashrif buyurgan mehmonimizga bersakchi. Birinchi o'yinimizda. Shunaqa mehmonlarimiz bo'ladi, shunaqa qilsak ham. Eng uzoqdan tashrif buyurgan mehmonimiz bormi? Qayerdan tashrif? Internet tarmog'ida reklamalarimizni ko'rib, Tornado Food oilaviy restoranini mijozi bo'lib tashrif buyurgan mehmonimiz. Agar shunday yurtdoshimiz bo'lsa, qo'l ko'tarishlarini iltimos qilamiz. Tornado Food oilaviy restorani hamda City Mart tomonidan tayyorlangan sovg'alarni topshirib qo'yamiz. Buxorodan keldilar. Rostdan Buxorodan keldingizmi? Kimsiz bo'lmasa, bitta chiroyli qarshi chalib qo'yinglar. Rostdan aytish kerak, kutilmagan surpriz bo'ldi. Juda ham xursandman tashrifingizdan. Bizni Instagram sahifamizni kuzatib keldingizmi?
Rahmat kattakon. Arzimas bo'lsa-da, Sinchimart hamda Tornado oilaviy restorani tomonidan ajoyib sovg'alar taqdim etilyapti. Yana keling, raqam joylardan. Rahmat. Yana kimga bersak bo'ladi, Abrorjon? Keling endi shu yerdagi eng yoshi ulug' insonga bitta sovg'a topshiraylik. Buning uchun sal Yoshi ulug'. uzoqroq. Menimcha sahnada o'tirishibdi, uzoqroq joyda joylashgan. Otaxonimiz qo'l ko'taryaptilar. Agar qarshi bo'lmasalar, mana shu yerdan o'tkazib yuborsalaring. Onaxon necha yoshsiz? 71 yoshli onaxonimiz ham borlar. Mana shu insonlarimizni xafa qilmaylik. Birlari 71 yosh, birlari 74 yosh. Ikkalariga ham topshiraylik. Shunday qilsak bo'ladimi? Albatta bo'ladi. City Mart hamda Xo'p bo'ladi. Hozir 1 daqiqa. nomidan. City Mart hamda Tornado Food oilaviy restoran nomidan sovg'alarimizni taqdim etamiz. Onaxon arzimas bo'lsa ham umringlar uzoq bo'lsin. Ko'rganimizdan benihoyatda xursandmiz. Assalomu alaykum hurmatli pop xalqi. Men Absattor Eronim degan asli bobolarimiz Pungon qishlog'idan bo'lgan, keyin Uchqo'rg'on tumaniga ko'chib ketishgan. Men o'sha joyda o'qib, demak yurist bo'lib, prokuror bo'lib, 35 yil ishlab, faxriylikka chiqqanman. Shu jumladan mana shu Pop tumanida ham rayon prokurori bo'lib ishlaganman. Pop xalqi bilan birgamiz ta'zim qilib yuramiz. Mana bugun juda ham bir oila, Pop oilasi juda ham katta mehnatni nashidasini surib, birgalikda nishonlayapti ekan. Bu oilaga, mehnat qilganlariga hammasiga muvaffaqiyat tilaymiz. Sog' omon bo'lsin, barakali, xursandchilik joyi bo'lsin doimo. Sog' bo'linglar. Katta rahmat otaxonimiz, umringiz uzoq bo'lsin. Sog' salomatlikda yuring. Va davramizga Pop tuman hokimining birinchi o'rinbosarlari tashrif buyurishgan. Yo'ldashev O'ktamjon akamizni chorlaymiz. Marhamat, hurmatli aziz mehmonimiz. Yana bir bor barchamizga muborak bo'lsin ushbu kun. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli pop xalqi, yurtdoshlar. Mana shunaqa xizmat ko'rsatadigan xalqimizga, yurtimizga yaxshi kunlarda farzandlari bilan dam olib hordiq chiqadigan joylarni hamda quvonchli kunlarda sizlar bilan bo'lishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Ilohim bunaqa joylar popimizda ko'paysin. Prezidentimiz yaratib bergan imkoniyatlardan foydalanib, bunaqa tadbirkorlik subyektlari hali juda ham ko'p bo'ladi. Hammalaringga sihat, salomatlik, tinchlik, totuvlik. Ilohim bunaqa joylarda ochilish bayramlarida, to'y tomoshalarda doimo ko'rish nasib qilsin. Hammalaringga rahmat. Tashakkurlarimiz qo'yamiz. Endi aziz yurtdoshlar, shou konsert dasturimizni davom ettirsak bo'ladimi? Tayyormisizlar? Yo'q, bu kamda ozgina. Tayyormisizlar? Tayyor bo'lsalaring, davramizga bugungi kechamizni mezbon ijodkorlari To'yona shou komandasini taklif etamiz. Sizlar bilan esa Arabistonga birgalikda sayohat qilamiz. Oqshom barchaga xayrli bo'lsin.